Demak, aliment majburiyatlari qachon tugatiladi? Avvalambor, aliment majburiyati ikkita holatda tegishli aliment to'lash shart bo'lgan shaxsga yuklatilishini eslatish kerak. Birinchi o'rinda bu tegishli shaxsga aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv bilan aliment to'lash majburiyati yuklatiladi. Ikkinchi holatda tegishli sudning hal qiluvchi qarori yoki buyrug'iga asosan aliment majburiyati yuklatiladi. Endi aliment to'lash to'g'risidagi kelishuv bo'yicha qachon bu majburiyat bekor bo'ladi deydigan savolga quyidagi javob beriladi. Bu bo'yicha 3 ta holat mavjud. Birinchidan, tegishli aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvdagi nazarda tutilgan majburiyatlar to'la bajarilsa. Ikkinchi holatda tegishli kelishuvning muddati tugashi munosabati bilan. Uchinchi holatda aliment to'lash to'g'risidagi kelishuvning bandlarida bu aliment majburiyatining tugashi bilan bog'liq boshqa asoslarga ko'ra majburiyat tugaydi. Sud tomonidan belgilangan aliment majburiyati quyidagi 5 ta holatda tugatiladi. Birinchidan, tegishli aliment to'lanayotgan farzand voyaga yetganda yoki voyaga yetmasdan muomalaga to'g'ri layoqatli deb topilgan. Ikkinchidan, aliment to'lanayotgan farzand farzandlikka olinsa. Uchinchidan, tegishli sud tomonidan fuqaro ortiq mehnatga layoqatsiz yoki yordamga muhtoj deb topilmasa. To'rtinchidan, aliment olayotgan mehnatga layoqatsiz, yordamga muhtoj sobiq er yoki xotin yangi nikohga kirsa. Beshinchidan, aliment olayotgan hamda aliment to'lash shart bo'lgan shaxs vafot etsa. Shunday holatlarda sud tartibida belgilangan aliment majburiyati tugatiladi.